Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizning aziz muxlislarimiz, hurmatli obunachilar, barchangizni bugun juda ham ulug' kunimiz Ramazon hayiti bilan tabriklayman. Barchangizni muborakbod etamiz. Hozir endi mana shu asparagus gulimiz haqida gapiramiz. Bu asparagus gulimiz Mayra sorti, bilasizlar. Buni juda ham ko'paytirish oson. Bo'lib ko'paytirsa ham bo'ladi. Mana bunday urug'laridan ko'paytirsa ham bo'ladi. Aynan mana shu urug'larini hozir ekib boshqa uzib olib, shunday prям boshqa idishga ekib qo'ysangiz, bu ko'karib chiqadi. Hozir endi bularimiz buni mana shunday ko'rinishda sotib oladigan bo'lsangiz, liboy gulni, не только buni, boshqa gullarni ham sotib oladigan bo'lsangiz, albatta buni boshqaga ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Bir hafta 10 kundan keyin uyingizga moslashtirgandan keyin. Nimagaki, sotuvdagi gullarni hammasini ildizlari garshov ichida xuddi mana shunday bo'ladi. Xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ular anchagina qisilib qolgan bo'ladi. Shuning uchun уже bir hafta 10 kun boqqaningizdan keyin siz uyingizga moslashadi. Undan keyin uni boshqa tuvakka ko'chirib ekib qo'ysangiz, o'zini yana ham yaxshi his qiladi. Hozir tuvakni ochib olamiz. Уже ildizlari вообще tuvaklarga yopishib ketgan. Shuning uchun ozgina qiyinroq bo'ladi-yu, lekin ko'chirib olsak bo'laveradi. Bo'lsa ham bo'laveradi buni. Ozgina boshlari birinchi sarg'ayadi, keyin o'ziga keladi, bo'lgandan keyin. Lekin bo'lsa ham bo'laveradi. Hozir ildizlari juda ham baquvvat bo'lib ketibdi buni. Mana xuddi mana shunday женский счастье, мужской счастье, qanaqa gul bo'lsa ham albatta boshqa tuvaklarga ko'chirish kerak bo'ladi. Ko'rgan yillardek mana ildizlar уже juda ham qiylanib ketgan. Buni bo'lsa ham bo'ladi, o'rtadan bo'lish kerak bo'ladi, bo'lsangiz, lekin bo'lmasdan boshqa idishga mana shunday ko'chirib olsangiz ham bo'laveradi. Biz hozir buni bo'lmaymiz, boshqa idishga shunchaki ko'chirib olamiz, hurmatli obunachilar. Hozir bunga juda ham mos tuvak topdik. Mana bunday tuvagimiz, mana shunga ko'chirib olamiz. Hozir mana ozgina to'rt solib oldik, чтобы mana bu tomirlari garshovda o'ziga tushib qolmasligi uchun mana o'zini garshoviga, o'zini tuvagiga nisbatan ozgina kattaroq tuvak bo'ldi bizda. Yonlariga yaxshilab to'ldirib olamiz torflarni. Bizda bu universalniy torf. Bu yerda hozir kokos torfi yo'q. Bizda bu universalniy Agrobalt B, perlit, vermuklit, azroq, biogomus bo'ladi. Juda ham kam miqdorda bo'ladi biogomus. Universalniy qilib o'zimiz tayyorlaymiz, hurmatli obunachilar. Hozir mana shunday qilib ekdik. Endi ozgincha yonlarini bosamiz va suv quysak ham bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Bo'ldi, endi bunga suv quyib turamiz. Bular ham juda ham tez chanqaydi, nimagaki ildizi juda ham katta bo'lib ketgan. Gardeniya, azalya, kameliya gullari ham juda ham ko'p suv ichadi. Suvini yaxshi quysagina ular juda ham yaxshi o'sadi, hurmatli obunachilar. Mana уже juda ham chiroyli holatga kelib qoldi desak ham bo'ladi asparagusimiz, hurmatli obunachilar. Juda ham chiroyli holatga kelib qoldi. Endi buni ko'chirib qo'ydik, salqinroq joyga qo'yib qo'yamiz. Optoqda baklari ozgina kuyib qoladi buni ham. Shunaqa chiroyli bo'lsa ham baklarni kuygizib olmaymiz deb, shuning uchun ozgina salqinroq joyga qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli obunachilar, yana bir gap, bilasizlar, bizda Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizni kommentariyada ссылкасini tashlab qo'yamiz. O'tib o'zimizning Telegram kanalimizga ulanib olsanglar ham bo'laveradi. Anya Buron va gullari bo'lib chiqadi, hurmatli obunachilar. Va gullarimiz, sotuvdagi gullarimiz, yana qanaqadir bonuslar tarqalayotganini mana shu Telegram kanalimizda aytamiz. Hayit bayrami munosabati bilan 3 kunga aksiya qo'yamiz desak ham bo'ladi. Ya'ni 10 ta gul olganga 2 ta liliya qo'shib beramiz, hurmatli obunachilar. Misol uchun 10 ta gul olsanglar 2 ta liliya bonus qilib qo'shib beramiz, hayitlik qilib. 3 kun hayit, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.